Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kanalimiz a'zolari. Mana malchni bayloqlar keldi sotuvga. Mana ko'rishingiz mumkin. Qiziqqanlarga 50 kilocha bor. 1,5 kilo, 2 kilo holatda sog'lom holati mana 50 kilocha bor. 1,5 kilo, 2 kilo bor. 2 kilodan oshiqlari bor. 40 tacha bor. Olganga bitta odamga sotamiz 40 kilocha. Aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsani kelishamiz. Hozir mana avgust oyida bolalardigan holatda, mana shu avgustda bolalar bo'ladi. Hali kirasi olinmagan, bolalamagan. Zo'r holatda, mana shu avgustda bolalardigan agar uy sharoitda olmay bolalar sal qiyinroq. Sharoit qilgan taqdiringizdan bo'yda shovqin bolalar, odamlar shovqinda bu bolalar qiyin 50 kellikda. Shuning uchun kattaroq ko'li bor, chekkaroq joyda hovuz qilingan, odamlar chekkaroqda bo'lsa yaxshi bo'lar ekanda. Shunaqa joy qilinsa inshaalloh. Endi aloqaga chiqaverasizlar. Nimalarga o'rgatamiz. Pulini kelishamiz, dastavka qilib olamiz. Sizlarning ishlaringizga omad. Alloh sizlarga baraka bersin. Alloh salomat qilsin.